Assalomu alaykum azizlar. Bugun 8-aprel sanasi. Hammaga xayrli kech. O'rtada uzilishlar bilan yana she'rda davom etamiz. Azizlar, xudo xolasa, yangi she'rimiz ko'ngildan yozildi. Ko'ngli singanlar uchun dardini ko'chaga olib chiqib ayta olmaydigan, oshkor qila olmaydigan insonlar bor. Hammani tashvishi o'zi bilan. Azizlar, shu tashvishli insonlarda ko'nglini sal yozishlik uchun ko'nglini sindirmang degan she'r. Ko'ngil eshigi sinmasin. Menda bor ajib savollar. Faqat hech kim bilmasin. Derdi ota-bobolar, ko'ngil eshigi sinmasin. Qanday ekan u eshik, kim kiradi ushlab zulfin? Qanday kalit tushar ayting, yo buzilarmi uning qulfin? Aytardilar ko'zda yoshlar, bu eshikni parchalarlar. Qayta aslo tiklanmagay, atay shunday bajararlar. Salom ko'ngli singanlar, hamdardman dardingizga. Bu sinovlar keladi orangizda mardingizga. Ko'taring qilib sabr, ajrni oling ko'plab. So'roq savol boshlanguncha savobni oling to'plab. Xafa bo'lsangiz bu dunyoda, shod bo'lasiz u dunyoda. Shuni bilgan Majnun Tohir yig'lab oqdi daryoda. Ko'ngli sinsa deng, Alloh o'zingga qo'ydim. Bu insonlar ranjitsa ham faqat sen uchun suydim. Bergin ajrin ko'paytirib, men shunchalar ko'p kuydim deng atrofdagi yomonlarni faqat sen uchun suydim. Iltimos ahli inson, to'ldiring hayot kemshigin. Sindiring mayli belni, sindirmang ko'ngil eshigin. Azizlar, she'r yoqqanidan xursandman. Bilaman yoqdi. Sog' bo'linglar. Yoqqanini bildirish uchun kommentariyada izohlar, like, podpiska. Azizlar, xudo xolasa tez orada 50 mingta bo'lishlikni niyat qilib qo'ydik. Bu niyat xudo xolasa bunga sizlar yordam berasizlar degan umiddamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, qo'llab-quvvatlab turinglar.